damlanagan qilib yo'p berganmiz. Havo bilan qishib, qishda namgarchilikka, issiqlikni saqlashga yaxshi. 2 qavat o ko'rishingiz mumkin. Damlanadigan joy turib, mana yuqorisidan ham mana tashlab ketganmiz. Xudo xola tez kunlarda nasoslarni o'rnatib ishga tushirib beramiz. Ko'rishingiz mumkin mana. 4 ta radiator qo'yganmiz, 3 dan berdi isitgani. 3 ta radiator qo'yganman, lekin ikkitasini ishlatdim xolos. Bir sotuqqa ikkitasi yoryapti o'zi. Radiator edi. Agar bu hozir 3 sotuq bo'ldi-ku, 3 sotuqqa nechta yetadi? 4 tami, 6 ta? 3 sotuqqa 5 ta qo'ygan yaxshi. 5 ta. Effekti zo'r bo'ladi. Zapasi bilan bo'ladi. Yoki 6 ta qo'ygan yana yaxshi. 6 ta qo'ygan. 6 ta qo'ygan ma'qulroq. 6 ta qo'yganda ziyodi bilan, ya'ni Qattiq sovuq kelganda. Ko'mir katolingiz qanaqa katon? Katyol 300 kvadrat metrga moslangan, lekin bu yil almashtiraman bunkerlikka. Bunkerga hokada yonadigan-ga. Hozir ustiga bitta zapravka qilib qo'yasizda, o'sha 6 soat, 8 soat yonadigan-da. 10 soat yonadigan. 10 soat yonadi. Necha kilo zapravka bo'ladi bitta zapravka? 30 kilo zapravka bo'ladi. 30 kilo zapravkangiz 10 soat yonadi. Yana yangi boshladiganlarga agronom maslahati ham beraverasizmi? Yo'q, agronom maslahat, chunki hozir o'zimiz bandmiz-ku. Kengaytirish harakatidamiz. Xudo xolasa kattalashtirib joyi davlat tomonidan o'sha 20 soatmi, o'sha 1 gektar qanchadir yer olaman desiz, o'sha yerdan xudo xolasa boshlaysiz. O'shadan boshlamoqchimiz. Kattalashtirib. Mana o'ylarga hozir shinamgina qilib 3 soat qilib qurib yetdik biz. Ko'rishingiz mumkin. Damlanagan qilib. Ustunlarga 4 setka ham yo'p bitdi. Bunga yozda ham hosil olish uchun xudo xolasa tez kunda yon tomonga stilaj bilan axlashdeni ham qilib beramiz. Qilamiz. Axlashdeni qilsa yozda ham hosil olsa bo'ladi. Yozda ham hosil olsa bo'ladi. Albion ko'chatini ekmoqchimiz. Albion sortli, o'sha italyanskiy sortlardan yozda ham hosil olsa bo'ladi. Xudo xolasa tez kunlarda mana shu yerdan yana Albion ekilganlardan videoga olib, axlashdeni, stilajlardan kanalimizga joylab qo'yamiz. Yo'qsa like bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Savol, takliflaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar imkon boricha javob beramiz. Telefon raqamimizni ham qoldiramiz. Mana yuqorisidan ham havo almashadigan qilib berganmiz fortichka. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bakovlar ham damlanadigan bo'lgan. Ham tepada damlanadi, ham mana bakovlargacha damlanadi. Bu tarafdan xuddi shunaqa mana. Ko'rishingiz mumkin. Ammo bu o'zimiz mahalliy sortlarga nisbatan juda shirin bo'lar ekan, ta'mi. Shakar qo'shish shart emas ekan. Bu koreyskiy sort eng shirin bo'ladi. Suvlikkina, sochni bo'ladi. Miqdori ko'proq bo'ladi boshqa. Bu qachondan berish boshladi hosil asosiy? Hosilni shu yanvardan berish boshladi. Yanvardan. Yanvardan. Buni oktyabrda ekdim deding.